Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yana sizlarni Ajoy kanalida ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugun sizlar bilan ajoyib bir eksperiment o'tkazamiz. Ya'ni Toshkent shahridan to Samarqand shahrigacha nechta haqiqiy radar, ya'ni eshityapsizmi? Haqiqiy radar borligini sinaymiz. Ya'ni sizni aniq jarimaga tortadigan, ishlaydigan, yolg'on, ya'ni soxta radarlar emas, balki haqiqiy radarlarni ko'rib chiqamiz va ulardan nechtasi qanaqa nomlanishi, qanaqa shtraflarga, ya'ni jarimalarga tushirishni ham barayo'la ko'rsatib o'taman. Qo'shimchasiga bonus tariqasida yana bizni nechta ko'chma, ya'ni xalq tilida uchoq radarlar kutib turishini ham ko'rib chiqamiz. Siz esa videoni oxirigacha ko'ring, sababi oxirdagi sonlar sizni shokka tushirishi mumkin va sizni qanaqa radarlar jarima tushirishi ham sizni shokka tushiradi, ishonavering. Ha, aytgancha, men o'zim bilan, ya'ni radarlarni men ilgariroq ogohlantirish uchun radar detektor olib oldim, ya'ni Silverstone kompaniyasining Doppler Pro Wi-Fi radar detektorini. Ko'ramiz bu o'zini qanday ko'rsatar ekan va men sizlarga yo'lma-yo'l radarlarni ham tushuntirib boraman. Siz esa kanalimiz rivojlanishi uchun obuna bo'lishni, like bosishni va izohlarda o'z fikringizni qoldirishni unutmang. Ha, qo'shimchasiga agarda shu video yaxshi like yig'adigan bo'lsa, O'zbekistondagi radarlar bilan Qozog'iston va Qirg'iziston radarlarini sinab beraman. Ya'ni u yoqda qancha bor va bizda qancha borligini ko'rsatib beraman. Demak, gapni ko'p cho'zmayman. Biz esa boshladik. Xo'sh, aziz do'stlar, hozir mana biz Erkin postdan chiqdik-da, uje mana Samarqand tarafga yo'l olyapmiz. Bizda birinchi radar va mulyaj ketma-ketlik keladi. Mulyaj nimaligini bilmaydiganlar uchun tushuntirib beraman. Mulyaj bu radarning maketi hisoblanadi. Bu jarimaga tortmaydi, shunchaki yo'llarda nazorat qilish uchun, haydovchilar tezlikni pasaytirish uchun qo'yilgan va undan so'ng o'shaning yonginasida piyodalarning o'tish nazorati radari qo'yilgan. Hozir ko'rsatamiz sizlarga mana. Hozir ko'rsatamiz. 300 metrdan keyin keladi. Xo'p, qarang. Birinchi navbatda mana turgan, mana bu yoqda turgan radar. Bu radar emas, mulyaj bu. Radar maketi. Undan keyin qo'yilgan 360 gradus ikkita kamera piyodalar yo'lakchasiga. Mana shular piyodalar yo'lakchasiga o'rnatilgan. Mana misol uchun yo'l beramiz. Agar siz yo'l bermaydigan bo'lsangiz, sizga jarima kelish ehtimoli katta. Demak, boshqa piyoda yo'q. Demak, aynan shu radarlar piyodalar yo'lakchasiga qiladi. Demak, bu bizani birinchi haqiqiy ishtirokga tushiradigan radarimiz aynan shu edi. Demak, biz yo'lda davom etamiz. Xo'p, aziz do'stlar, bizda keyingi haqiqiy radarimiz bu mana bu radar ko'rsatadigan bo'lsa, antiradarimiz ham aytyapti, radar bo'ldi. Bu Holovets radari. Holovets radari. Ushbu radar nafaqat chorrahani nazorat qiladi, balki siz agar mobil telefondan foydalanadigan bo'lsangiz, xavfsizlik kamarini taqmagan bo'lsangiz va albatta tezligingizni oshirsangiz bilmayman, chunki bunda radarning qismi yo'q, balki aniqlanishi mumkin. Xullas, sun'iy intellektga boy, agar siz hattoki pravangiz bo'lmasa, ya'ni haydovchilik guvohnomasiz, siz voyaga yetmasdan ushbu mashinani harakatlanib borayotgan bo'lsangiz, uni ham tanib, jarimaga boradigan juda aqlli radar hisoblanadi. Xullas, bizda bu radarni ko'rdik. Hozir bundan keyin ham bitta lochin ko'z keladi. Oxirida hisoblovni aytaman nechta radar borligini. Qaranglar, bizda keyin birdaniga 3-radarimiz, adashmasam, 3-ishlaydigan radarimiz, hozir ko'rsataman, lochin ko'z radari. Hop, 200 metrdan keyin ko'rsatyapti. Ishlayaptimi yo'qmi bilmadim. Signal bermadi. No, 100 metr bu qanaqa ham gradus qichiq turibdi, ham bir uramsa lochinlardan bittasi, ya'ni o'zidan signal uzoqqa bormaydigan. Bu yaxshi, baza bo'yicha ancha uzoqdan aniqlab berdi, deteksiya bo'yicha ham lochin deb ogohlantirib berdi. Juda ham yaxshi, yomon emas. Biz endi yana yo'limizda davom etaveramiz. Xo'p, aziz do'stlar, bizda keyingi radar Megacam radari. Bu Toshkent eski postini oldida, adashmasam shunaqa deb nomlansa kerak, aniq nomini bilmayman. Lekin shu radar qo'yilgandan beri hali ishlaganini ko'rmadim, ya'ni o'zidan signal chiqarib ishlaganini ko'rmadim. Balki 1-2 marta ishlagandir, cho'ta eslolmadim, lekin bu radar o'zi asosan faqat tezlikka mo'ljallangan, balki kelajakda piyodalar yo'lakchasini ham nazorat qilishi mumkin, chunki ko'plab shunga o'xshash megakamlar aynan piyodalar yo'lakchasini oldiga qo'yilgan, lekin haligacha qo'yilgani yo'q, ishlagani yo'q. Mana shu radar megakam hisoblanadi. Biz yana davom etaveramiz. Bu 4-radar nasib bo'lsa. Xo'p, aziz do'stlar, bizda keyingi radarimiz lochin ko'z, haqiqatan ishlab turgan, 70 ga o'rnatilgan
hozir bizlar Doppler Pro bizani ogohlantirdi. Aynan shu joydan 80 tezlik o'chib, ya'ni 70 tezlik boshlanadi. Bu faqatgina tezlikka jarimaga tortadi. Qadim zamonlarda bir qarshi tomonlarda xavfsizlik kamari uchun ham bir ishlatishgandi. Nimadir havo issiqligi uchunmi? Deteksiya yaxshi bo'lmadi nimaga? Atak 500-600 metrdan aniqlardi. Xo'p, qaranglar, sizlarga radar ko'rsataman lochin ko'zida mana. Shu radar lochin ko'z hisoblanadi. Uzr o'tib ketib qoldik. Xullas, bu 4-chi haqiqiy boyvoy radar. Undan keyin yana lochin ko'z turadi, u ham boyvoy ishlaydigan, lekin u noqonuniy o'rnatilgan edi, adashmayotgan bo'lsam, chunki yonida yana bitta temir qo'yib o'rnatish niyatlari bor edi, agar o'rnatishmagan. Yo'q, o'rnatish bo'lishgan ekan. Bunisi ham ishlaydigan lochin ko'z, lekin bu ishlamayotgan bo'lish ehtimoli bor, chunki signal bermadi mana. O'chib qo'ygan bo'lishi mumkin. Mana shu radar lochin ko'z. Ketma-ket ikkita lochin ko'z o'rnatilgan. Bizning radar detektorimiz esa ana Doppler Pro hammasini enasini ko'rsatib ogohlantirib ketyapmiz. Xo'p, bizda keyingi boyvoy radar katta ehtimol bilan lochin ko'z. Buni ham o'zi videoga olish niyatim yo'q edi, shunchaki hisob kitobda ko'rsatib ketmoqchi edim, lekin bu yoqda juda ham zo'r taktika bo'lgan. Sababi ana lochin o'zi mana hozir ko'rsataman, o'zi ko'rinmaydigan joy turibdi. Qo'shimchasiga lochinni qaranglar. Yo'lni bu tomoniga qaratib qo'yilgan. Sababi ilgari faqat bizga qarab turardi-da, ko'pchilik bu tomondan bosib o'tib ketardi. Katta ehtimol bilan bu yo'lni nazorat qilish uchun lochinni bu tomonga burib qo'yishgan. Bu adashmayotgan bo'lsam 5-chi boyvoy radarimiz. Hali biz endi Toshkentdan atigi 20-30 km uzoqlikka chiqdik. Bizda keyingi radar ham lochin ko'z. Xo'p, bizga qaranglar, kardon deb ogohlantirdi radar detektorimiz. Mana bu yoqda kardon radar turibdi. Xo'p, kardon radarini tushuntirib beradigan bo'lsam, bu radar juda ham aqlli radar hisoblanadi. Rasmini qo'yib qo'yaman. Sababi bu radarda juda ham funksiyalar ko'p, afsus va nadomatlar bo'lsinki, faqat bizda tezlik uchun ishlatiladi. Uzr, afsus dedim. Xullas, faqat bizda tezlik uchun ishlatiladi, lekin juda ham ko'p funksiyalar bor. Buni yana video davomida tushuntirib o'taman. Xo'p, qaranglar, bizga yana ogohlantirdi, orqa tomondan radar bor deb. Men sizlarga hozir ko'rsataman, bu juda ham aqlli radar. Agar daraxtlar tomonidan yopib qo'yilmaydigan bo'lsa, hozir mana o'ynab olsak, tushib ketadi telefon. Xo'p, bu 70 ga qo'yilgan, bu har ikki tomon turadi. Yo'q, bunisi mulyaj, mana bunisi, mana bu yoqda turgani, buni rasmini keyinroq qo'yaman. Bu ikki tomonni ham uradi. Ortdan deyapti-yu. Bu video fiksiatsiya bo'yicha ishlaydigan radar. Pulsar desa ham bo'ladi. Jarima bo'yicha Simco degan jarima nomi bilan keladi. Buni yana tushuntirib o'taman. Qaranglarni Cardon Pro deb ogohlantiryapti bizga. Xo'p. Mana bu yoqda orqa tomondan Cardon Pro turadi, ya'ni 200 metrdan keyin yana bir bor ogohlantirdi bizani. Xullas, mana bu yoqda orqa tomondan turadi. Bu ham juda ham aqlli radar. Bu aytganimdek, o'sha Cardonlarning oilasi, rasmini qo'yib qo'yaman, o'zim ola olmadim. Qaranglar, bir narsani unutmanglar. Mana shu joydan o'tganlaringdan keyin ko'pchilik bilmaydi. 3 oyoq radar qo'yilyapti, ya'ni 3 oyoq avtokon yoki shunga o'xshash radarlar qo'yilyapti. Sababi bu yoqqa mulyaj qo'yib qo'yilgan. Qaranglar, mulyaj qo'yib qo'yilganda o'sha mulyajdan o'tib yoki yo'lni bu tarafiga 80 tezlikka 3 oyoq radar qo'yiladi. Bu Cardon Pro signallarini hozirgacha uzoqdan bo'lib olib turibdi. Havo issiq bo'lgani uchun telefonni qizib ketyapti, video o'chib qolmasa bo'lgani. Hozir sizlarga keyin ko'rsataman. Xullas, telefon qizib ketib qolyapti. Xullas kalom, mana shu joylarda mana radar znakdan o'tgandan keyin mana taxminan mana shu joylarda o't qo'yiladi. Aynan nuqtasini bilmayman. Mana misol uchun mulyaj turibdi, mana bu yoqda mulyaj turibdi. Mana ko'pchilik radarda o'ylaydi, mana bu yoqda mulyaj turibdi. Afsuski qorong'u bo'lgani uchun yaxshi ko'rinmayapti, lekin bu trassada yuradiganlar yaxshi biladi. Aynan mana shu joylarda, mana shu joylarda 3 oyoq avtokon turadi yoki yo'lni bu tarafida turadi. Ko'proq men yo'lni bu tarafida ko'ryapman. Bir martagina yo'lni bu tomonda ko'rgandim. Xullas, hozircha yo'q, chunki agar bo'lganida bizning radar detektorimiz ogohlantirgan bo'lardi. Xullas, zametga ko'p qo'yinglar. Keyin bundan keyin yana lochin ko'z bor, uni ham videoga keyinroq olaman, faqat rasmini qo'yib qo'yaman. Oxirida hisob kitobini ham qilaman, qaysi radardan nechtaligi, qaysi radardan qanchaligi. Xo'p, bu yoqda ham ishlaydigan radar mavjud, ya'ni bu yoqda ham video fiksiatsiya bo'yicha ishlaydigan ikki tomonni uradigan pulsar radar deb ataylik.
pulsar radari mavjud. Shu radardan ehtiyot bo'lish kerak. Ko'pchilik o'ylaydi, bizani bu tomon radarga tushirmaydi. Chunki ilgari ko'plab radarlar faqatgina yo'lni bu tomonni olardi. Hozirgi radarlar esa ikki tomonni oladi. O'zi kichkinagina bitta sho'rtim shiqchaga o'xshagan radarchada shu. Lekin shu ikkala tomonni ham oladi. Juda kuchli radar. Xo'p, bizada Megacam radarani titillab ham baza bo'yicha ogohlantiradi. Bu haqiqiy ishlab turgan, haqiqiy ichida Megacam radar moduli bo'lgan Megacam bu Sirdaryoda turibdi. Ya'ni postdan o'tgandan keyin birinchi haqiqiy ishlaydigan radar hisoblanadi. Yo'lda chap tomonda ikki tomonni ham nazorat qiladi katta ehtimol bilan. Baribir tezlikni oshirmasdan harakat qilish kerak. Xo'p, ko'ramiz. Bu yoqda o'z yo'l qurilishi ham ketayotgan ekan. O'zona akalar chapga deyapti. Xullas mana bu yoqda turibdi. Tepada turibdi. Avtomat to'g'ri kelyapti. Nima qilishyapti? Keyin rasmi qo'yib qo'yaman joyda, yana bosib ketib qoldi, endi o'z qilamiz. O'z qilamiz. Xo'p, azizlar, oldimizda yangi bo'lgan Hollowitz radari va eng qiziq tomoni bunga hozir azuchka ham qilingan. Birinchi safar kelganimda azuchka qilinmagan edi, test proshivka edi. Orqa tomondan ko'ramiz qancha masofada aniqlar ekan. Lekin bir safar kelganimda ushbu radar ishlamayotgan edi. Svet o'chib qolgan bu nima uchun bilmayman, ishlamayotgan edi. Hozir ko'ramiz qanaqa bizaga reaksiya bo'lar ekan. Holovitzni ogohlantirdi. 200 metrdan smela aniqlab berdi. Smela. Bu tezlikka, piyodalar yo'lakchasiga qarshilatib uradigan radar hisoblanadi. Qaranglar, orqa tomondan 200 metrdan. Shunchaki shokolad. Nima qanaqa radarni takrorlamoqchimiz? Mana Doppler ko'raman. Yo'lma-yo'l bizga hammasini birma-bir ogohlantirib ketyapti, lekin men sizlarga yana bir bor nima qanaqa radarligini, qanday ishlashini batafsil tushuntirib boryapman. Xo'p, bizda keyingi radar O'zbekistondagi radarlarning papasi, otasi O'zbekistonga shu radarni birinchilaridan bo'lib kirgan, haqiqiy radar sifatida kirgan va uchoqqa ham o'rnatilgan, hamma joyga burnini siqqan radar bu Avtokon radar hisoblanadi. Hozir ishlamayotgan ekan. Buni rasmini ham qo'yib qo'yaman. Ishlayotgan ekan. Mana bu yoqda turibdi. Mana bu yoqda Avtokon turibdi. O'zbekistonda radarlarning papasi.
qaranglar, men shu radarga nima uchun alohida to'xtalyapman? Sababi shu Hikvision radar mana bu yoqda turibdi. Ya'ni Lochin Cruise'da yangilangan versiyasi kamida 1 yoki 1,5 yil ishlamadi-da shu radar. Shu 2 yildan keyin yaqin orada ishlashni boshladi. Sababi bu ishlamagan deb hamma bosib o'tib ketardi va 2 yil kutilgan va xuddi don ekilgandek bo'lib o'z xirmonini berdi deb o'ylayman. Xullas, men shu radarga qo'yil qolsa bo'ladi. Xullas, bu nechinchi radarligini keyin oxirida aytaman. Avtokonni ogohlantirgan ekan, o'z ko'rib qoldim mana bu yoqda avtokon turibdi. G'aya turgan ekan, g'ayadan o'ta olamiz. Oyatdan beri avtokon deyotganda men hayron qolgandim. Xullas, avtokon bizda bor ekan, avtokondan o'tgandan keyin yana Hikvision ham bor. Bu ikkita radar ekran. Xullas, avtokonni yeb ichib qo'ydi. Mana bu yoqda Hikvision, mana Hikvision ham aniqlayapti, avtokonni ham. O'tib ketdik. Xo'p, aziz do'stlar, mana biz Jizzaxga O'smat chorrahadan o'tdik va bu yoqda bir ajoyib O'zbekistonda adashmasam, bor, Qoraqalpog'istonda ko'p o'rnatilgan Azimut Tur radari mavjud. Bu Azimut Tur radari juda ham aqlli radar, juda ham funksiyalari ko'p, lekin bizda asosan faqat tezlikka foydalanilyapti. Va bu radar O'zbekistonda birinchilardan biri desa ham bo'ladi. Bir vaqtning o'zida bir nechta polosani jarima tortadigan radarlardan bittasi desa bo'ladi. Mana bu yoqda turibdi, mana tepada turibdi. Mana. Shu radar ham bu yoqda, ham bu yoqda oladi. Birinchi o'rnatilgan payt ko'plab haydovchilar, mana bu yoqdan, mana Qashqadaryodan, Samarqanddan keladigan haydovchilar yoki boshqa viloyatlardan keladigan haydovchilar bilmasdan ko'plab jarimaga tushishgan. Boshqa viloyatlarda ham xuddi shunaqa holat bo'lgan. O'ylashganki, bu faqatgina ikkitagina polosani jarimaga tortadi deb, lekin bu bir nechta 4 dan ziyod bo'lgan polosani jarimaga tortadi. Ko'rganingizdek, Silverstone kompaniyasining Doppler Pro radar detektori ushbu mahsulotni, ushbu radarni ham baza bo'yicha, ham radar qismi bo'yicha 400 metrda aniqlab berdi. Videoni ko'rdingiz, Toshkentdan Samarqandgacha 73 ta radar bizni kutib oldi. Qo'shimcha tarzda meni telefonim juda ham qiziq ketgani uchun yana 10-20 kilometr oxirgacha bora olmadim. Shuning uchun ham shunaqa sanoq bo'ldi. Balki aynan Samarqandgacha 80 taga yaqin radar bo'lishi mumkin edi. Endi qarang. Men ishlatib ketgan o'sha Silverstone Doppler Pro Wi-Fi radar detektori ko'rganingizdek barcha radarlarni, hattoki 3 oyoq radarni ham ogohlantirdi. Ya'ni 73 ta tepada turadigan statsionar radar va bir dona ko'chma 3 oyoq radarni yo'limizda uchratdik. Aytgancha, agarda ushbu radar detektor kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Endi bizdan yo'limizdan chiqqan radarlar sonini sizlarga aytib beraman. Xo'p, birinchi navbatda Toshkentdan chiqishimizga bir dona faqatgina piyodalar yo'lakchasini jarimaga tortadigan 360 gradusli radar bor edi. Undan so'ng Holoets, ya'ni aynan chorrahalarga o'rnatiladigan kamarga, telefonga va shunga o'xshash narsalarga jarima tortadigan radardan 2 dona bizni yo'limizdan chiqdi. Eng ko'p tarqalgan radarlardan bittasi yangi va eski lochinlar, ya'ni yangi lochin ko'z xuddi o'sha korpusda bo'ladi-da, undan chiqayotgan signal Lochin ko'zining signali emas, balki Hikvision radarining signaliga o'xshash bo'ladi. Umumiy hisobda yangilangan Lochindan 10 bitta, eski o'zimizning qadrdon Lochindan esa 10 ta chiqdi. Megacam radari 12 ta, Cardon radardan 4 ta, Pulsar, ya'ni tezlikni o'lchaydigan video fiksatsiya bo'yicha ishlaydigan radardan 8 ta, Hikvision radardan, ya'ni eski tipdagi Hikvisiondan 2 ta, chorraha nazorati, faqatgina stop liniyalarni nazorat qiladigan radarlardan 2 donani ko'rdim.
Holoitz radarni, ya'ni qarang, Holoitz 3 ta tipda foydalanilmoqda. 3-chi tipi bu aynan tezlikka va piyodalar yo'lakchasiga o'rnatilgan. Bu ushbu radardan 4 dona bizning yo'lagimizdan chiqdi. Avtokon radaridan, statsionardan 3 dona, Mergen, ya'ni yangi Hikvision, ya'ni Scenic Hikvision, ko'k shapka Hikvision deb atayman shaxsan o'zim, ushbu radardan 9 ta. Eslatib o'taman, ushbu radar ham tezlikka, ham qo'shimchasiga, piyodalar yo'lakchasiga jarimaga tortadi. Har bittasiga alohida video bo'ladi. Siz esa kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyin oxirida bizda bir dona uchoyoq chiqdi. Ya'ni avtokon o'rnatilgan, signalligi va albatta bir dona azimut 4 chiqdi. Va albatta videoda kamchiliklar bo'lishi mumkin. Shaxsan o'zim radarlar nomini o'zim bilgancha nomladim. Ya'ni o'zim bilgancha, balki to'g'ri nomlanishi ham bo'lishi mumkindir, lekin radarlarni hammasini alohida qilib ajratib berdim. Xo'p, radarlar haqida fikringiz qanaqa? Izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Agarda ushbu video yaxshi like yig'adigan bo'lsa, men O'zbekistondan Qozog'istongacha nechta radar bor va Qozog'istondan Qirg'izistongacha bo'lgan masofada qancha radar va qanaqa radarlar borligini sizlarga ajoyib qilib kontent qilib beraman. Siz esa kanalimiz rivojlanishi uchun faqat obuna bo'ling, like bosing, izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring. Ko'rishguncha, aytgancha, radardan, xatardan asraning.